Jahl, g'azab, nafrat, jaholat. Jahlimni boshqara olmayapman deb juda ham ko'p murojaat qilishadi. Aynan shu mavzuda hozir sizga oddiygina bir qadamma-qadam instruksiya bermoqchiman. Jahlingiz chiqishni boshlashi bilan birinchi o'rinda diqqatingizni nafasingizga qarating. Tez nafas oling. Endi uni maksimal chiqarmasdan ushlab turing. Keyin esa juda ham sekin chiqaring. Yana nafas olmay turing. Yana nafas oling, ushlab turing va yana sekin chiqaringda pauza qiling. 5-6 marta takrorlang. Sezdingizmi? Jahlingiz pasaydi. Ancha xotirjam bo'ldingiz. Endi o'zingizdagi emotsiyani so'rang. Sizda hozir qanday emotsiya? Meni hozir jahlim chiqayapti. Men hozir g'azabdaman. Men hozir nafratlanyapman kabi holatingizni tasvirlashni o'zi emotsiyangizni boshqarishga yordam beradigan eng birinchi qadam. Endi esa ikkinchi savol. Men hozir nima his qilyapman? Diqqatingizni tanangizga qarating. Yuzimga mayin shabada tegyapti. Qo'llarim bilan kresloni ruchkasini ushlab turibman. Oyoqlarim polni his qilyapti. Ya'ni jismoniy hissiyotlaringizga qarating. Va oxirgisi, men hozir nimani ko'ryapman? Xonadagi 3 ta eng katta va 3 ta kichik predmetni axtarib toping va nomini ovoz chiqarib ayting. Va oxirgisi, yana bir marta nafas mashqini bajaring. Agar bularni ketma-ketligini to'g'ri qilsangiz, sizdagi holat sokinlashadi va siz endi xotirjam harakatlanishga, qaror qabul qilishga qodir bo'lasiz. Jaholat insonni aqldan ayiradi. Biz jaholatga mininganda juda ham ko'p xatolar qilamiz, ulardan keyinchalik afsuslanamiz, afsuski ularni ortga qaytarib bo'lmaydi. Shuning uchun har doim o'zingizda jaholat ko'tarilishi bilan shu 4 tagina qadamni bajaring. Borib bu ko'nikma sizda avtomatlashadi va buni miyangiz avtomatik ravishda bajarishni boshlaydi. Albatta bajarib ko'ring va kommentariyalarda o'z natijangiz bilan bo'lishing. Kutib qolaman.